maktabda ishlaganda boshim juda qattiq og'rib, davlenalarim 200 ga ko'tarilgan vaqtlarda bilmayman, keyin bildim. Aspirin ichib yuraverardim, ishlardim. Og'rib yot, blyuten qilgan odam emasman. Og'rib yotsam, sen xo'jayinni biz o'ldiribmizmi deydi deb, boshim og'risa ham, o'zim og'risa ham ishlab yuravergan. Bir marta blyutenga chiqqan odam emasman. Endi mana pensiyaga chiqdim. Pensiyaga chiqqandan keyin mana qizim Toshkentga kelib ketib yurardim. Toshkentdan borsam, bir qarindoshimni farzandini mashina urib ketdi Qirg'izistonda. Borib turib o'sha kuni, voy meni olib bor, uyga borayin. Nima bo'lib o'tirsam, yomg'ir yog'ib qoldi. Oyog'imda maskavish, boshimda kastim ro'mol bilan yupqa kiyinib Qirg'iziston chegarasiga o'g'lim mashinada olib borib qo'ydim. Piyoda yurdim mashinada, sovuqqa, yomg'irga hamma yog'im muzladi. Yetib kelib oyog'imni shunday yuvsam, belimda qo'ymishim og'rib. Bir oyog'im og'rib qolibdi dedim. Demak, menga o'shanda sovuq o'tib og'riq shunda boshlangan. U yoqdan keldim, yana piyoda keldik qishloqqa. Yurib doktorga ko'rinsam, nima dedi? Avval ko'rinmadim. Mahallada doktorlarimiz aytdiki, haligi disk shurangizda nerv qisilib qolgan dedi. Lekin ishlardim u vaqtlarda, ko'rinmadim, yo'qda pensiyaga chiqqan ekanman. Shu bo'yicha yurib, ambulatoriyamizga ko'rinishman buloqqa. Ko'rinsam, odamlar disk reja bo'lyapti, bel og'riyapti. Endi egilsam yuraman, tika tursam yurolmayman. Hali bir kunlik yomg'irga. Keyin meni nimaga olib bordi, Andijon bansalariga, Obel bansaga. Ko'rib, mana orqamda bitta yo'q bo'lsa kerak edi, rengin shuni chiqarsa, men kasal bilan hech narsa yemay qo'yganman. U bitta o'quvchimizning oyog'imni yaxshi davolab berasiz deb, rengin qog'ozni bitta neyropatolog bolaga ko'rsatdi. U bola ko'rib, yo'q, rengin qog'oz yo'q. Buni yaxshi neyropatologga o'qitasiz deb buyurdi. Ular meni onkologiyaga buyurdi. Bir borib ko'rinib keling. Onkologiyaga borsam, onkologiya kirish qabul qiluvchi doktorlar aytdiki, yo'q, sizda dedi Asakadagi suyak kasallar, sil kasallar bansasiga bir ko'rinib keling dedi. Hech narsa yemayman. O'g'lim, qizim mashinada olib boradi. Jinday qattiq olgan o'sha ichib qo'yaman, boraman, kelaman. Kun qisqa, ikkovida ham natija yo'q. Anjan aytadi, haligi Obel bansamiz, onkologiya bansa. Meni hech qanday bu odamda nimam yo'q. Bor asha sil kasallar davolasi. U yerga borib, onkologiya deylar, nima bu ko'rma, mana renginga qarab davolab bersin. Ekkin ovora bo'lgandan keyin haligi Anjandagi nimaga qaytib keldim. Onkologiyaga. Haligi Obel bansani qabulxonasiga. O'quvchimga qaytib kelsam, endi aytaveramanda. Aytmayman, haligi jinday nima qilingchi, ko'rinadiganlarga talab qilyapmikin dedi. Unga yetmadida, sizga keladigan katta qizim o'zi kirib ketdi, men o'g'limni mashinasiga o'tirib turdim. Kirib etajlarga chiqsa, xirurg doktor vrach operatsiya ekan. Bitta Sanjar degan doktor o'tirgan ekan. U odamga chertib kirib, kiring debdi. Bir maslahat beradigan odam bormi? Mana qog'ozimiz 2 kundan beri ovora bo'lamiz, onam kasal desa, shunday qog'ozni qarab, rengin qog'ozlar ko'rib, beli disk reja. Mana biz davolaymiz deb, beli g'alur bo'lib ilvarab qolgan, biz xotiramiz debdi. Voy Xudoga shukr debdi-da, bu yerda keyin meni olib qoldi. 10 ming puli qolgan ekan endi. Berib olib qolib aytdiki, mana biz xotiramiz dedi. Onkologiya emas, u narada nur beradigan kishi xona ochgan ekan, o'sha yerga otdi dedi. Keyin bolalarim 10 mingni berib 70-80 minglik dorilar bo'ladi vaqtda. Shu dorilardan olasiz dedi, ertaga 70 mingni olib keladi deb men qoldim. Bolalarim kechgacha ketdi, menga to'shak olish, ovqat olib keldi, ovqatni yemadim. Ungacha nur beradiganlar aytdiki, xolaga odami keldimi, nurga chaqiryapmiz dedi. Bu xola hech narsa yegan yo'q dedi, ovqatlantish kerak ekan. Sheriklarimga osh keldi. Kechgacha bir piyola berdi, haligini yeb oldim. Endi o'g'lim kelib qoldi, qizim bilan. Darrov nur olib kirib ketdi. Kiryaptim, voy shu nurlarni ko'rmaydi o'zim. Erim ham, otam ham nurdan o'tib ketgan. Desam, xola bu nur emas deb meni chalg'itdi, ko'nglim ko'tarildi. Bu nur emas deb olib kelib, mana shu yerda qo'rqmay yotavering deb, mana shunday dum tushirib yotqizdim. Aniyoqqa chiqib ketib, nima bo'larkin desam, chars etib, u nurni ovozi keldi. Bo'ldi xola deb o'g'lim bilan olib chiqib ketdi. Shu 3 kun, 4 kun yotib nur oldim. Ovqatlanishim ta'siri yo'q, qattiq ishing deydi ekan. Shu bilan keyin bir
Yevrey nima bordi doktor. Onkologiyada ishlagan. Otam xo'jayinim onkologiyada davolangan uchun bilardim-da, eski onkologiyada. Jalaveyda. Men aytdimki, haligi Telmanlik bir narsa edi. Oti Yefimidi. Yevrey. Kuyov bolamiz olim edi, kimyo fanlar doktori. Nima ishlardi. Meni narijon qo'shnisiga olib ketsin, mendan chiqib ketay, nur beryapti dedi. O'g'li qizim so'raydi, nima o'tyapsiz opa dedi doktorlar. Yo'q opa, bolam aytdi, opamni oshqozoni ham og'rib, ovqat yemay qo'ydi, shunga bir uyga borib kelay dedim dedi. Voy bo'pti dedi, bozor kuni edi, qo'limga qog'ozlarimni berdi. Qachon kelsanglar eshigimiz ochiq dedi. Buni arafda asha meni qabul qilgan Sanjar degan doktor komissiyalar keldi. Kelib oldimdagilar xolasizdan xafa bo'lyapti, xabar olmaganingizga dedi. Xabar olmadi, meni xabar olmadim dedi. Men tushundim. Ertaga 70 mingni beramiz deb 10 ming berganmiz. Meni bitta aptekachi ukam bor edi. Ro'zapa dedi, u dorilar dedi, foydasi ham yo'q, zarari ham yo'q dedi. Uning uchun avval doktorga yaxshi ko'rining deb bizga onasiga tavsiya qilib qo'ydi. Bermadik pulni. Haligi odamdan xafa bo'ldim. Aytmadim betiga. Doktor qog'ozimni berib, to'g'ri borib, shu qog'ozingizni olib keling degan doktorga ko'rsatdik. Shunday qabul qilib 3 mingni necha puldan kiritib qabul qildi. Hali qog'oz olar ekan qizim bilan. Hamma yo'g'imni ushlab ko'rib, sizda hech qanday onkologik kasal yo'q dedi. Sizda dedi shomallashdi dedi. Demak, unda men Jamshidda sizga ham aytishni bilmabman. Yomg'irda qoldim, shunga shomallab kasallandim demabman. 10 kun tensionsireptamizni mingdan olasiz dedi. Qizim aytdi, yotib qolaman, yo'q dedi, ketasiz dedi. Xususiy ekan. Qizim o'zi o'kil qilib, keyin u yog'iga davlena mashi u bo'lib bosilaverdim. Toshkentga keyin olib keldi, kuyov bolam, o'g'lim bo'lib olib kelib, keyin mana shu eski Tashmiga diagnostika markazlariga uchrab, tanishlar, holma-holmani ovqat yemayman joyladi. Anvarjon degan qoraqalpoqistonlik doktor juda yaxshi davoladi meni. Davolab, keyin avval joy yo'q, ortopediyada yotdik respublikasida. Undan o'sha Tashmida joy bo'lib, unda yotdik. Har doim sizga kelgandek, Anvar aka bormisiz? Apam kelyapti dedi. Kelaversin dedi. Xona tayyor qilar, rahmat o'sha bolamga. Bu yerda davolanib, oxiriga keyin haligi nima arada keyin buyurayda tosh bor ekan, doktorlar o'sha aytmagan hali hech kim. O'ziga ko'rsatganda buyurayda bansada yotib, haligi Kadishman bansasida, bilmayman nomlari, 16 bir bola, nevaram ishlar. O'sha yerda isitma bilan hech narsa yemay yotibdi. Meni o'lib qolardi deb, keyin o'zimda tanish kuyov bolamda akalar bor, uni chaqirdi, urolog chaqirtirdi. Davolaganlarga rahmat. Juda yaxshi davoladi Kadishvadagi bansada endi qizlar. Rosa yomon, bir piyola suv ichib qo'yib, o'sha yerda qaltirib qolib bansaga tushib qolganman. Yuragimda tosh bor ekan. Toshni aniqlashib, urolog sentrda haligi yangi Tashmiga bordik. Yangi Tashmida ertadan kechgacha analiz yurolmayman. Ikki qizim ikki yonda yetalaydi. Analizni necha pul bo'lsa, yerdan tayyor qilib topshirib kirsak, doktor aytdi, xola, moddiy tomondan tayyormisiz dedi. Men endi qishloqqa tushunmabman. Qizim aytdi, opa, pulni ham, voy bolam, o'zing sotib bo'lsa ham berib yuboradi bolarim. Yotib qolaysam, yo'q, ertaman kelasiz dedi. Dedi, sabab bo'ldi haligi etikda sağa. Jamshidjon otini esdan chiqarib qo'ydi. Bu xola kampirak qari ekan dedi. Bu yoqqa million sarflaganda mana Jamshidjonga borishdi, meni bolalarim yaxshi bo'lib ketdi. 500 ming bilan yaxshi bo'lib qoladi. Ota-onam ham tabibdan tuzalgan, doktor yo'q edi vaqtlarda. Xudodan ko'rdim dedimda, Xudodan nasib bolamga keldim. Hech narsa yemayman, isitma hech bilmayman. Mana shunaqa iyun oylar edi. Bari uyda o'tirgan odamlar menga rahmi kelib o'chirdi, galini berdi. Shunaqa qilib 2 oy olib 20 kun deganda sal ovqatga aralashib qolganman. Keyin endi oddiy ovqatlarga aralashing degansiz. Deganingizda oddiy ovqat qanaqa deganman, sodda ekanman men. Desam, shu uyda qilingan ovqatlarga shunaqa qilib sekin-sekin ovqat qilganman. 2 oy to'liq yeyib olganman. Mana shundan beri doktorda otimni atamay qo'yganman. Toshim tushdi. Unda kasal bilan bolalarim ham bilmabdi. Biz jinday daka qilib meni bu qilishni bilishmabdi. Undan keyin bir aylanib o'sha Kadishvaga borib o'ziga tutsam, tosh yo'q. 5 millimetrmi, santimetr bilan millimetrlikda. 5 bor millimetr tosh bor degan o'zining qog'ozi bor edi. Tashmida yotganimda.
Anvarjon kiriydi urologiya kirganda bolam qanaqa bo'ladi belim og'rimaydi desam bu da o'zlari bilmayman urologik bo'limdagi falak dedi og'rimasa men dori yozib beraman deb men aytaveraman hammasini kirib yeb ko'raverasiz doktorga aytmaydi dedi kirib Anvarjonga aytib qo'yganman o'g'limday bo'lib qolgandi Anvarjon doktor ham shunaqa dedi men tuzalgani kelsam desam endi ehtimol osmukellarni juda yaxshi qaragan hamma yotoqdagilar 3 ta doktor qarardi men doktorimga havasi kelardi endi o'shadan beri adashni ham yo'qotib qo'yib Anvarjon demayman ana shu 11-yilda keyin tabibga haligi больницаga bormasdan Deladagi bir haftadan keyin tashlavarar ekan yozilgan pullar ham ketdi boshqa ham ketdi meni olib qolmadi xafa bo'lib Jamshidjonga kelganman mana 11-yilda 2 oy olib bir oy uyda turib kelardim yana bir oy olardim yana ketardim bolalarim olib kelib olib ketib bu yerda kuyov bolam tashirdi xudoga shukr men shuning uchun Jamshidjonni unutmayman yuragimdan toshim tushdi o'zim yaxshi bo'lib qoldim ovqatlanib qoldim judayam yaxshi yurardim o'shaning uchun har doim 2 yil kuyov bolam o'lib qolib kelib borolmay qizim ishlaydi va endi ishlardi vaqtlarda hozir ham ishda karantinchi uyda olib kelolmasdan endi qo'y kuyov bolam o'tib ketdi kelmay qo'yib mana 2 oy uyda 2 yil uyda bo'lib endi ro'za tavba qildim undan desam to'g'ri kelmaydi endi quvvatdan ketib qolib kasalga chalinib qoldim mana hozir o'tgan safar ham kelganimda aytgan oldingida o'zi shu kuyov bolam o'tganda ham kelib davolanganman undan keyin yaxshi bo'lib ketsam endi yaxshi bo'lib ketdim bitta doktorga ko'rinmayman doktorga yotmayman holma-hol bo'lib qolganda noiloj o'shanda ham 10 kun yotdim hozir ham 10 kun yotdim bitta doktorda yotib keldim Allohga shukr avvalam Alloh sababli Jamshidjon mana shunday shifolarni berib meni analiz anaqa manaliz anaqa demaydi ilmidan foydalanaman hunaridan o'qigan duosidan foydalanaman xudo bitta bo'lsa men ixlos qilaman ixlosimdan xalos bo'lyapman oxiri shu men yolg'izman aka ukam yo'q egachinim yo'q ota enam o'tib ketgan xudoga shukr 3 ta o'g'il 3 ta qizim bor meni hamma yo'g'im shular qarindosh urug'im o'shancha yana umrimdan bo'lsa xudo xohlasa yuz ko'rishib didorlashib bu uylar to'la odam o'tirardi ilgari nechtalarni ko'rganman rahmat Jamshidjonni umri uzoq bo'lsin rizqi ulug' bo'lsin hamisha sog' bo'lsin bolalarim baxti kamolni qo'shlashib ko'rishsin uylar joylar baxti kamolni ko'rsin mana shunchalik ota onasini o'zini harakat qilib o'qitib qolgan ekan rahmat mingdan bir shukronalar keltiraman Allohimga ham Jamshidjonni borligiga ham bolalarim ixlos qilib kelinglar bulardaqa yoshlik davrimizda ishlab yurganmiz hech kasalman demaganman bir marta byulletenga chiqqan odamman pensiyaga 50 yoshimda pensiyaga chiqdim shundan keyin kelin oldim qiz chiqardim o'g'il uyladim yo'qchilik sabr qildim seni eringni biz o'ldiribmizmi deydi deb bir soat darsni ortiqcha so'ramadim besayib yurmadim hali harom bir so'm pul topmadim 100 so'm beray mana direktor meni bir darsni ko'paytirib bersin demadim xudoga shukr o'zim mana shundayman Alloh qanday qabul qiladi halolidan bersin bolalarim ham xudoga shukr 3 ta o'g'lim 3 ta qizim bor nevara chevara 6 ta chevaram bor yana ko'rsatsin rahmat bolam shunchalik eslatganingizga